2026-yil 5-fevral kuni soat 22:25 da Mening yurtim telekanalida Fitna serialining ikkinchi mavsumi 46-qismi namoyish etiladi va ushbu epizod voqealar rivojiga yanada keskinlik olib kiradi. Serial uzoq davom etishiga qaramay, syujet mantiqiyligi va ichki ritmini saqlab qolayotgani bilan ajralib turadi. Bu qismda qahramonlarning ruhiy holati yanada chuqurroq ochiladi. Har bir qaror tasodifiy emas, har bir harakat esa keyingi voqealarga bevosita ta'sir qiladi. Dialoglar sodda, ammo mazmunli bo'lib, tomoshabinni voqealar markazida ushlab turadi. Aktyorlik ijrosi ayniqsa ishonarli ko'rinadi, mayda sahnalar ham umumiy kayfiyatni kuchaytirishga xizmat qiladi. Tasviriy yechimlar ortiqcha bezaksiz, ammo hissiy jihatdan kuchli. Ikkinchi mavsumning 46-qismi Fitna serialining barqaror sifatini yana bir bor tasdiqlaydi va tomoshabinda keyingi qismlarni kutish istagini uyg'otadi.